Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugungi mavzumiz kiber xavfsizlik asoslari fanidan kiber xavfsizlik arxitekturasi, strategiyasi va siyosati haqida mavzu bo'yicha gaplashamiz. Demak, ism familiyam Jumayev Sodiq Nuraliyevich, DTP axborot texnologiya kafedrasi katta o'qituvchisi. Xo'p, kiber xavfsizlikda asosiy o'sha strategiya tushunchasi bor va bu axborot xavfsizligi bilan bog'liq holda o'zini axborot xavfsizligi siyosatini ishlab chiqish tushunchalari bor. Bu demak bir necha rejalardan iborat. Kiber xavfsizlik arxitekturasi, kiber xavfsizlik strategiyasi va siyosati tahdid tushunchasi bilan bog'liqlik mavzularida fikrlashamiz. Demak, kiber xavfsizlik arxitekturasi jarayonlarni, inson rolini, texnologiyalarni va turli xil axborotni tavsiflaydi hamda zamonaviy korxonaning murakkabligini va o'zgaruvchanligini hisobga oladi. Boshqacha aytganda, kiber xavfsizlikning arxitekturasi tashkilotning va u bilan bog'liq boshqa komponentlar va interfeyslarning istalgan axborot xavfsizligi tizimi holatini tavsiflaydi. Strategiya tushunchasi bor. Strategiya bu uzoq muddatli maqsadga erishish uchun mo'ljallangan keng qamrovli reja yoki yo'l xaritasi. Strategiyaning asosiy xususiyatlari uzoq muddatli, ko'zga tashlanish. Strategiya kelajakdagi maqsadli holatga qaratilgan va odatda bir necha yil davomida amalga oshirish uchun mo'ljallangan. Korxonaning davomli muvaffaqiyat bilan faoliyat yuritishini ta'minlashga mo'ljallangan, strukturalangan va o'zaro bog'langan harakatlar to'plami. Ushbu rasmli ma'lumotda arxitektura bilan strategiyaning o'zaro bog'liqligi keltirilgan. Strategiya kiber xavfsizlik arxitekturasi ko'rinishidagi maqsadga ega bo'lgan holda unga erishishning optimal yo'lini belgilaydi. Bu yerda demak o'sha arxitektura bilan strategiyaning bog'langanligi, kiber xavfsizlik arxitekturasi, strategiyasi, maqsadlarga erishish uchun nima talab qilinadi, maqsadlarga erishishda xatti-harakatlar haqida demak ko'rsatilgan. Bu yerda endi O'zbekistonning kiber xavfsizlik strategiyasini ishlab chiqilishi o'sha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning yangi O'zbekistonni 2022-2026 mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi farmon loyihasi belgilab qo'ygan. Unda demak qayd etilishicha 2023-2026 yillar O'zbekistonning kiber xavfsizlik strategiyasi ishlab chiqiladi. Bunda o'z domen zonasi, internet makoni, kiber xavfsizlik ta'minlashning asosiy yo'nalishlarini belgilaydi. Demak, elektron hukumat va hokazo, demak bu yerda o'sha axborot infratuzilmasi va boshqa yo'nalishlarni himoya qilish bo'yicha demak ko'rib chiqiladi. Xo'p, tashkilotlarda axborotlarni himoyalash. Demak, axborot hajmi kichik bo'lgan tashkilotlarda axborotlarni himoyalashda oddiy usullarni qo'llash maqsadga muvofiq va samaralidir. Masalan, o'qiladigan qimmatbaho qog'ozlar va elektron hujjatlarni alohida guruhlarga ajratish, niqoblash, ushbu hujjatlar bilan ishlaydigan xodimni tayinlash va o'rgatish, binoni qo'riqlashni tashkil etish, xizmatchilarga axborotlarni tarqatmaslik majburiyati tashqaridan keluvchilar ustidan nazorat qilish haqida. Tashkilotlarda axborotlarni himoyalash, axborot hajmi kichik bo'lgan tashkilotlarda axborotlarni himoyalashda oddiy usullarni maqsadga muvofiq va samaralidir. Masalan, oddiy usulda birinchisi o'qiladigan qimmatbaho qog'ozlarni va elektron hujjatlarni alohida guruhlarga ajratish. Ikkinchisi niqoblash, uchinchisi ushbu hujjatlar bilan ishlaydigan xodimni tayinlash va o'rgatish. To'rtinchisi binoni qo'riqlashni tashkil etish, xizmatchilarga qimmatli axborotlarni tarqatmaslik majburiyatini yuklash, tashqaridan keluvchilar ustidan nazorat qilish, kompyuterni himoyalashni eng oddiy usullarni qo'llash va hokazo. Odatda himoyalashning eng oddiy usullarini qo'llash sezilarli samara beradi. Murakkab, tarkibli, ko'p sonli avtomatlashtirilgan axborot tizimi va axborot hajmi katta bo'lgan tashkilotlarda axborotni himoyalash uchun himoyalashning majmuali tizimi tashkil qilinadi. Lekin ushbu usul hamda himoyalanishning oddiy usullari xizmatchilarning ishiga haddan tashqari xalaqit bermasligi kerak. Bu yerda demak o'sha grafik bo'yicha ko'rilgan, ya'ni axborot xavfsizligining buzilish manbalari, bu yerda fizik xavfsizlik muammolari, viruslar, vijdonsiz xodimlar, xafa bo'lgan xodimlar, tashqaridan bo'ladigan hujumlar, o'sha tahdidlar bo'ladi yoki foydalanuvchilar va xodimlarning demak o'sha xatoliklari bo'ladi. Eng ko'pi o'sha 55% dan ortiq holatda demak foydalanuvchilarning demak o'sha xatoliklari hisoblanadi. Xo'p, endi bu yerda demak
bularni strategiya ishlab chiqildi. Oldini olish uchun o'sha qanday yo'riqnomalar, nimalarga e'tibor berish kerak haqida aytilyapti. Ya'ni o'sha hujumchi kabi fikrlash. Bunda bo'lishi mumkin bo'lgan xavfni oldini olish uchun qonuniy foydalanuvchini hujumchi kabi fikrlash jarayoni. Yaxshi insonlar yomon inson kabi o'ylash kerak. Tizimli fikrlash, ya'ni kafolatlangan amallarni ta'minlash uchun ijtimoiy va texnik cheklovlarning o'zaro ta'sirini hisobga oladigan fikrlash jarayoni. Masalan, virusga qarshi himoya uchun faqat antivirus dasturi o'rnatishning o'zi yetarli emas. Viruslar va ularni tarqalish usullari bo'yicha xodimlarga ma'lumotlar berish va o'sha ma'lumotlar bo'yicha demak seminarlar o'tkazish talab qilinadi. Tahdid tizim yoki tashkilotga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan istalmagan hodisa. Tahdid axborot xavfsizligini buzuvchi potensial yoki real mavjud xavfni tug'diruvchi sharoit va omillar majmui. Tahdid tashkilotning aktivlariga qaratilgan bo'ladi. Masalan, aktiv sifatida korxonaga tegishli biror bir saqlangan hujjat bo'lsa, u holda ushbu hujjat saqlanadigan xonaga nisbatan tahdid amalga oshirish mumkin. Zaiflik tushunchasi bir yoki bir nechta tahdidlarni amalga oshirishga imkon beruvchi tashkilot aktivi yoki boshqaruv tizimidagi kamchilik hisoblanadi. Masalan, xonada saqlanayotgan tashkilot hujjati qog'oz ko'rinishida bo'lgani sababli yonib ketishi mumkin. Boshqarish vositasi riskni o'zgartiradigan harakatlar bo'lib, boshqarish natijasida zaiflik yoki tahdidlarning o'zgarishiga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, boshqarish vositasining o'zi turli tahdid foydalanish mumkin bo'lgan zaiflarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, tashkilotda saqlanayotgan qog'oz ko'rinishda axborotni demak yong'indan himoyalash uchun o'chirish vositalari boshqarish vositasi sifatida ko'rish mumkin. Umumiy aytganda, kiber xavfsizlik o'sha siyosatni ishlab chiqishda xodimlarni tayinlash, korxona tashkilotda 6-7 ta bosqichdan iborat bo'ladi va o'sha tahdidlar qanday ko'rinishga ega bo'ladi, mana shular haqida demak tushunchalarga ega bo'ldik. Hammaga rahmat.